Ha, ya. Paxta bilan bitta gugurchoq olib chiq. O'sma qo'yamiz, qizim. Ha. Bo'ladi. Aya paxta topolmamda tayyormi? Ha, bo'ladi. Qara mana kipriklar ektirib keldim, chiroy chiqdi. Ha, so'ch. Aya, bugun ana dugonlarimizning o'tirishimiz bor edi. Sinfdoshlarimiz bormaydi, lekin bitta faqat qizlarning o'zi ekanda bora berayman. Qizlarning o'zi ekan? Ha, boraver, qizim. Hozir qiz bola paytingda mazza qilib o'ynab qolganda erta erga tegasan, bola chaqa bo'ladi, uyning ishi tirligida umuman ortmaysan. Hozir o'ynab kulib qoladigan payting, qizim. Boraver, qizim. Dadamni o'zingiz ruxsat olib berasizmi? Dadangdan vobshe problema qilma. Faqat hamma tirlikni joy-joyiga qo'yib, tinchitib keyin ketgin, maylimi? Bo'ptimi, bo'lsa borib ishlarni qilaveray. Hamma ish qilib, bitta ham ish qolmasin, bo'ptimi? Rahmat, aya. O'ynab ketay, bor qilayver. Aya, Ha. qarang, ustimda chiroyli turibdimi? Hozir ajoyib bir kiyinmoqsan-ku, yo'q? Ha, ketasiz, yasan tuzoq bor. Dugonlarimni o'tirishimni dedim-ku. Qachon aytding menga? O'zingiz ruxsat berdingiz-ku. Hamma ishlarni qilib bo'ldim. Bitta ish qoldi, ovqatlarni ham qilib qo'ydim. Dadangdan so'radingmi? Siz so'rab beraman dedingiz-ku, aya. Yo'q, meni aralashtirma. Dadang ruxsat bersa, keyin boraver. Meni qara, sen men bilan gaplashganingda, buni ochqingni bor-ku, hech gaplashmay, sen dugonang emasman, tushundingmi? O'la og'ayda ammanga o'xshab o'zingcha pul to'lamasan. Nima aytgan gapingizni tan olmaysiz har doim. Bir men ko'zimga ko'rinma. Va dadangdan so'rada ketaverki.